Agar sizni fikrlashingiz tiniq bo'lishini xohlasangiz, yozing. Men shu ko'nikmani o'zimda shakllantirib boshladim. Ya'ni har kuni nimadir yozib yurishga odat qiling. Xoh daftarga bo'lsin, bloknotga bo'lsin, xoh telefonga bo'lsin, farqi yo'q. Nimadir yozing. Agar nima yozishni bilmay turgan bo'lsangiz, kuningiz qanaqa o'tganini kundalik sifatida yozib borishingiz mumkin. Bu ko'nikma insonda fikrlashni tiniqlashtiradi. Yana zo'r tarafi, yillar o'tib siz qaysi yoshda, qaysi davrda qanaqa fikrlaganingizni ko'rishingiz mumkin. O'zingizni fikrlaringizni tahlil qilishingiz mumkin. Vaqti kelib hayotingizni asar qilib, kitob tarzida yozib chiqishingiz mumkin.